Eko zakovatimizni birinchi turini boshladik. Har hafta bo'ladi. 5 tur o'tkazamiz. Ayni damda Pedagogika, psixologiya va san'atshunoslik fakulteti Yoshlar ittifoqi tomonidan Eko zakovat intellektual o'yiniga start berildi. Talabalarning kayfiyatini va o'yin jarayonlarini esa sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Qani ketdik. Bitta savol, 1 daqiqa vaqt beriladi. Biz nazoratchilarimiz bor, hamma nazorat qilib boradi. Hamma tayyor bo'lsa, darsaga omad tilaymiz. Omad yor bo'lsin. Diqqat, savol. Xo'sh, 3-raqam nimani ko'rsatib turadi? Vaqt ketdi. Bugungi eko zakovatimiz sizga yoqyaptimi? Albatta, tabiat qo'ynida zakovat intellektual o'yini birinchi marotaba o'tkazilyapti. Juda ham kayfiyatimiz ham yaxshi. Zo'r. Eko zakovatimizga qaysi fakultetdan tashrif buyurdingiz? Ha, taassurotlar. Taassurotlar hozircha yaxshi, yangi savollar, yangi bilim olyapmiz, jamoadoshlar bilan maza qilib, zakovatni atmosferasini his qilyapmiz, yangi bilimdonlarni ko'ryapmiz. Yomg'irni so'rashdi. Bugungi zakovatimiz qanday bo'lyapti? Bugungi zakovatimiz juda ham zo'r, qiziqarli va juda ham shiddatli o'tyapti. Bizga yoqyapti rosa ham. Taassurotlar juda ham zo'r. Eko zakovat intellektual o'yinda ishtirok etyapmiz. Tabiat qo'ynida juda ham ajoyib o'tyapti. Biz ham bugungi eko zakovatda o'z jamoamiz bilan ishtirok etmoqdamiz. Hozircha kayfiyatlar a'lo. Boshqa jamoalarga ham omad tilaymiz.